Men başta aytkandım, hürmetli vatandaşlarım, bugünkü işimizin hammasi Şangay'ın Hong Kong to'g'risida bo'ladi. Chunki Hong Kongda hozir mustaqillik harakati Beijing bilan qarshilashish. Noqsi turib, hozir mustafitizm bilan demokratiya va mustaqillik masalasi bo'yicha Şangay'da mustaqillik fikr eqimi maktablarga eqib kirdi degan edim. Endi bugungi 4 parcha leksiya shu to'g'rida bo'ldi. Oxirgisi Jungoning Şangay'dardi. Şenç krizisinden qandaq qutulish kerak. Mavzuli xabar 8 ayning 19 kun Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yomg'irliq inqilobidan tortib Şangay'da Millatchilar partiyasi qurilg'icha Liang Tianchi apandi mustaqil Şangay'ni tashabbus qilganlikdan qonun chiqarish komitetiga saylanish salohiyati rad qilingicha Şangay'ning real ahvol texmo murakkablashishga boshladi. Bir davlat ikki xil tuzum markaziy hukumatning sinoq tuzumi edi. Bu sinoq tuzum hozir Şangay'da qiyinchilikqa, sinoqqa duch keldi. Jungo bilan Şangay bir davlat ikki xil tuzum orqali bir-birini to'liqlay olamdi yo'q. Dengiz bo'g'izidagi Tayvan qarab turgandan boshqa bütün dünya qarab turadigan bir masalaga aylandi. Demak, dengiz bo'yidagi Tayvan Şangay Jungo munosabati qarab turgandan boshqa Şangayda bir davlat ikki xil tuzumi aqamda degan masalaga hozir bütün dünya qarab turyapti. 8 ayning 18 kun Bloomberg agentligi Jungoning Şangay'dardi mavzuliq maqola e'lon qilib, Bloomberg Amerikaning agentligi e'lon qilib, Şangay jamiyatining realligini, muhitini va markaziy hukumat bilan o'tirdagi talash-tortishlarni tafsili bayon qildi. 8 ayning 5 kuni qiziqqan Şangayliklar bir necha ming kishi hukumat binosi oldiga to'planib, Şangay mustaqilligi yig'ilishi o'tkazdi. Yig'in va faoliyatlarni tashkillovchi Xaotiyan apandi Kanada kubaklarning shundoq jimjit inqilobini yuqori darajada madilidi. Ayni chog'da Kanadada kubaklarni referendum umumiy xalq bilan tashlab Kanadadan ayrilib chiqamiz deb shunda bir inqilob qilgan edi. Şangay nadivizmchi Liang Tianchi apandi bundaq ko'rsatdi. Şangayning egilik huquqi kompartiyaga yoki Jungo hukumatiga mansub emas. Diqqat vatandoshim. Şangayning egilik huquqi Şangay xalqiga mansubdir. Şangaylik nadivizmchi, diqqat takrorlayman. Şangaylik nadivizmchi Liang Tianchi apandi bundaq ko'rsatdi. Şangayning egilik huquqi kompartiyaga, Jungo kompartiyasiga yoki Jungo hukumatiga mansub emas. Şangayning egilik huquqi Şangay xalqiga mansubdir. Bir necha yil burun Şangay Jungodan ayrilman desa kulgulik bo'ladi. Iqtisod va boshqa jihatlarda Jungoga tayinib qilish Şangayda mutlaq ko'p sondagi aholi Jungolik bo'lg'achqa Jungodan ayrilib chiqishini tashabbus qilish sapsasa deb qaraladi. Bu shu vaqtdagi qarashlar. Lekin hozir Şangayni mustaqil qilish astoydil muhokama qiladigan mavzuga aylandi. Jungoning hukmronligiga nisbatan aytganda Şangayni mustaqil qilish xoinlikdan derak beradi. Jungo hukumati ba'zi Şangay mustaqilligini tashabbus qiluvchilarning qonun chiqarish komitetiga saylanib kirishini chekladi. Bunda qattiq tadbir Şangay xalqini mustaqillik xohishiga ega kishilarning qonun chiqarish komitetiga a'zo bo'lib kirishini qo'llash qilib keldi. Demak, mustaqillik xohishiga ega kishilarning qonun chiqarish komitetiga saylanib kirishini markaziy hukumat chekladi. Biroq Şangay xalqi dal bularni, ya'ni mustaqillik xohishiga ega Şangay vatanparvarlarni Şangay xalqi qo'lladi dedi. 2014-yil ma'muriyat hukumati Şangay xalqining umumiy saylam talablarini rad qilganlikdan Şangayda yomg'irliq kunlik inqilobi portildi. Şangay xalqi Beijing hukumatining hukmronligi ostida fuqarolar huquqi va erkinlikdan ayrilib qolishdan ansirdi. Bundaq ansirash butun Şangayga kengaydi va kengayyapti. Bu yil 7-ayda Şangay Oliy sud qonun chiqarish komiteti saylimiga qatnashadigan barliq nomzodlar jadval to'ldirib,
negizlik kanunu kollaydıganlıgını, Şanganga sadık boladiganlıgını, Beijing'e sadık boladiganlıgını bildiriş gerek. Eğer nurgullugan nadı bizimçiler cedvel tolduruşuna yukarı sebepler tüpeyli red kılganlıktan bu kadar sayılanma katlısı salayeti bulanın elip taşlandı. Şangang'a nispeten etkandı Beijing'in en sürüşü ve Şangang'ı nadizimçilanın kudretlik sayılımı Şangang'ın hazırki halatını kalaymakallaştırışı mümkün. Şangang'da zor bir Türk'üm otturu burjuazya ket elge keçişi mümkün. Hürmetlik vatandaşım bugünkü Hong Kong doğrusu liksimiz tügüdü. Ben oylayman bugün Hong Kong Şangang'daki bu faaliyetini Uygur halkı ögünüş gerek. Uygur milletçileri bunu ögünüş gerek. Buladaki teşkillenişini ögünüş gerek. Buladaki fikir kılışını ögünüş gerek. Bulup mu Uygur'un vatanperver ziyalileri bugünkü Şangang ziyalilerinin ögünüşü gerek. Ulanın bilimi, okugan seri, kançı toluk boğan seri ulanın bilimi, hazır Şangang'ın müstakillığını talep kılıdığın kişiler şunca köpeydi. Demek olsak da o mu çıbalı Şangang'ın müstakil buluşunu kollağı. Şunu bugün Şangang'ın faaliyeti, emniyette Uygurlar ögünüdüğün, Uygurlar şu faaliyet bu iş kıldığın, teyinçi yolu ile iş kıldığın, muşundak bir faaliyet bulup kaldı. Demek bugün başta ettik, Şangang hazır. Cumhur cemiyeti yoki Cumhur merkezi hükümeti bilan seliştirganda Şangang cemiyeti bilan o'tirdik kurash bugün reaksiya davriga kirib qoldi. Rahmat, hurmatli vatandoshim, ağlığınınlaga mening oxirida aytib qo'ydiganim men yaqinda 10 kunlik bir tarafga safarga mangdigan bo'lib qoldim. Allah halisi sizlarni vatandoshlarım Allah aman qilsin. Menimi Allah aman qilsin, hammamizni Allah aman qilsin. 10 kundan keyin qaytib görüşimiz. Şoňa mening ahirki öz ölüm şu kenki vatandaşlarım mening blogumda taşlamay. Bu 10 kungacha davamlı görüp okup tahlil qilib turishinglarni umid qilaman, hurmatli vatandoshlar.